Assalomualaikum do'stlar. Nexia 1 so'rab turibdilar, Sonos maligasi turmaydi, mashina qizgandan keyin oborot tushib ketadi, ko'tarilib ketadi. Buni o'dan deb turibdilar. Birinchi navbatda tushvaradachilik bo'ladi. Shu ham sababchi bo'ladi. Ikkinchi navbatda maftatchik. Uchinchi sababi tramblyor. Mana shu bilan tushunib olmay bo'ladi. Agar injektor ishlamaydigan bo'lsa, bundan almashtiriladi, ya'ni maftatchik. Bu yerda baraktatchik deyiladi, tushvaradachilik deyiladi, shu almashtiriladi. Buni elektrojik yordamida turiladi. Agar maligasi turgan bo'lsa, mashina bir yoq qo'yingadi. Bu mashina nima deydi? Shunday holatga keldi, ya'ni oborot turolmaydigan holatga keldi. Hozir buni uzatdik, taqodik. İçeride oborotini ko'rsatamiz.